Farg'ona viloyati qo'riqlash boshqarmasi xodimlari ishtirokida Ahmad Farg'oniy nomli axborot kutubxona markazida "Bir vatan, bir el, bir bayroq" shiori ostida ma'naviy-ma'rifiy davra suhbati tashkil etildi. Tadbirning asosiy maqsadi xodimlar o'rtasida vatanparvarlik ruhini yuksaltirish, milliy qadriyatlarimiz va davlat ramzlariga hurmat tuyg'usini mustahkamlash, shuningdek, ularning ma'naviy savodxonligini oshirishdan iborat bo'ldi. Suhbat davomida ma'ruzachilar tomonidan O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i, mustaqillik va suverenitet ramzi sifatidagi o'rni, uning tarixi va har bir fuqaro uchun qay darajada muqaddas timsol ekanligi haqida atroflicha ma'lumot berildi. Shuningdek, tadbir ishtirokchilari davlat ramzlariga oid qonunchilik, ulardan foydalanish madaniyati va bayroqqa hurmat eng avvalo vatanga bo'lgan sadoqatni anglatishi haqida fikr almashdilar. Davra suhbati jarayonida xodimlar o'z mulohazalarini bildirib, davlat ramzlari borasidagi qiziqarli, tarixiy va ma'rifiy ma'lumotlar bilan o'rtoqlashdilar. Tadbirga o'quvchilar tomonidan tayyorlangan kuy-qo'shiqlar va vatansevarlik ruhidagi chiqishlar yanada bayramona kayfiyat bag'ishladi. Suhbat samimiy va ko'tarinki ruhda o'tdi. Ishtirokchilarda milliy g'urur, birdamlik va fidoyilik tuyg'ularini yanada mustahkamladi.